Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Bugun ham sizlar bilan e'tiborlaringizga havola qiladigan ishimiz yana o'sha fabrikada o'zimni ishlab yurgan fabrikamdan yana bir video olyapman. Albatta sizlarni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Albatta bizni yangi bo'lsangiz qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib qo'llab-quvvatlaysiz. Albatta biz bilasiz, har doim o'zimizning ishlagan ishlarimizni fabrikada ishlash jarayonimizni ko'rsatib boraman. Albatta tomosha qilyapsiz. Bugun ham mana shu havolandırma fabrikasida bilasizlar, havolandırma fabrikasi bu. Bugun ham ishlash jarayonimizda sizlarni e'tiborlaringizga havola qildim. Albatta tomosha qilib o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldirasiz. Mana bugun mana kanallarimizda, mana kanal deydi, mana shu turbuchak o'zbekchasiga nima deydi? O'zbekchasini bilganlar bo'lsa oramizda yozib yuborasizlar. Mana shu kanalda kanallarni silikon qildik, mana bilasizlar. Qizil taxtachani undan oldingi videolarimizda video qilgan edim. Albatta haydar ishlayotgan jarayonni ko'rsatgan edim. Taxtachamiz yangi, boya salaykada ishlaydi. Juda ajoyib taxtacha. Xo'p, undan tashqari mana shu kanallar ishlab chiqaryapmiz, mana silikon qilyapmiz. Ishlarimiz mana shunaqalardan iborat. Katta, kichik, har xil, kattasi ham bor, kichkinalari ham bor. Har xil turdagi shu kanallarda ishlab chiqamiz. Mana ko'p turganingizda turli xil, mana bunisi katta bo'lsa, bunisi kichik. Mana yuqorida turibdi, mana silikon, mana silikon. Boyagi oq silikon. Boyagi bizda o'zbekchaga olganda germetika deyishadi, bilasizku, germetika deydi, bular silikon deydi Turkiyada. Xo'sh, mana shunaqa ishlarda biz ishlab, mana shu e'tiborlaringizga havola qilmoqdamiz. Mana shu mana fabrika, mana mashina. Hali xudo xolasa keyingi videolarimiz ham qiziqarli bo'lgan videolarni olib e'tiborlaringizga havola qilaman albatta. Mana ko'rib turibsizlar, katta, kichik har xil borda, bitta bir xil vazmi emas. Mana shu havolandırma etajlarga, mana shu sitlarga qo'yiladi havolandırma va havoni almashtirib beradigan va ventilyatsiya uchun ishlatiladi bu kanallarimiz. Ko'rib turibsizlar, mana bunisi musor. Cho'pga yaxshi yopilmagan mashinaga qo'yganmiz. Mashina buzgan narsani biz yoqda qo'ymaymiz, sababi sifatli ish bo'lishi uchun. Mana bu mashina bilasizlar. Mana bu ko'shasini bosib beradigan mashina. Avvalambor mana ko'rib turibsizlar, mana eng katta havolandırma fabrikasining eng katta zakaz kelgan, mana katta ichida addinna qilib ichlarida filtrlar qo'yilyapti. Filtrlar qo'yish jarayoni ketyapti. Mana kanallarimiz tayyor bo'lgan. Undan tashqari biz ikkinchi videomizga ham o'tib oldik. Ikkinchi videomizda esa bu boshqa bir fabrikadan oldik. Buni boshqa bir fabrikadan video oldik. Bu fabrikada mana shu ko'p turgan bizda chiqayotgan kanallarimiz, mana shu qanaqa tassak bo'lami, kanal bo'lami, xullas mana shu qanaqa metal bo'lishidan qat'iy nazar temirli metallarni bo'yab beradigan fabrika bu. Mana shu bo'yaydi. Qanaqa rang istasangiz, qora deysizmi, qizil deysizmi, yashilga bo'yab berdingizmi, bo'yab chiroyli qilib ranglarni kraskalab beradi. Mana shu fabrika, mana hozir buni ko'rib turibsizlar. Kraskalash jarayonini mana qarang, qanchalik chang bilan purkab beryapti. Mana shuni kraskalayapti. Mana shu ichkarida ko'rib turibsizlar, mana bir odam kraskalash jarayonini xuddi changga o'xshaydi. Xuddi bir ahamiyat qilsangiz qilga o'xshab ketadi. Qilga o'xshayotgan kraskasi bor. Shundan sepib mana shu kraskalaydi. Kraskadan chiqarib, mana shu kraskadan chiqarib, mana ko'rib turibsizlar, mana shu pechka, mana qora ko'rsatadigan, mana qora pechka, mana eshigini yopib qo'yibdi-yu. Odam ishlayapti, shu ichida pechka bor. Mana bularni kraskalab bo'lgandan keyin pechkaga tiqiladi va pechkada juda katta bir davleniyada qizdiriladi. Boyagi
qizdirilib, mana shu qotillar qizdiriladi-da. Qizigandan keyin va kraskasi to'liq yopishadi o'ziga menimcha. Pechkasida. Mana shu kraskani qilib, pechkaga qo'yib, qotib olib, mana shunaqa ishlar, mana qarang, kraskalarni qilgan, qizilga kraskalagan temirni najdaklab, tekislab, undan keyin kraskaga beriladi. Hozir mana shu nimani ochadi, boyagi mana shu pechkani ochib, mana shu pechkaga kraskalangan narsalarni mana shu pechkaga solib nima qilinadi. Xo'p, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar, bugungi videomiz shu yerning o'ziga esa yakun yasaydi. Sizlar bilan Rahmatilla Sharipov. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.